so'rlarni o'zi ham shunday yetalab ketadigan so'ri tapchalari yetib kelganmiz. Optim birinchi qo'l o'zlari ishlab chiqarishadi. Ko'rib turganlaringdek sexlariga yetib kelganmiz. Oilaviy ishlab chiqarishar ekan, qo'lda naqshlarni ham qo'lda chizib berishar ekan. Qaranglar, birinchi qo'l eng arzoni qolgan joylarga bemalol solishtirib ko'rasizlar. Xo'p, bularimizni narxlari necha pul bo'lyapti, razmerlari necha bo'lyapti, dastavkalari qayerga so'rib qilib berishyapti. Bundan tashqari zakazga ham qilib berishadimi? Necha kilogrammlari bor? Xo'p, to'liq ma'lumotni akamiz o'zidan olamiz. Ko'zib turibman. Qanisan? Bering. So'rayapti. Siz olib turaverasiz? Ha, olaman. Jichapchasiga hoy devermang, ketaveradi, hech nima qilmaydi. Bo'ldi. Bahramjon ismim. Bahromjon aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Omonmisiz? Yaxshimisiz aka? Ha, rahmat. Xo'p, aka, juda ham zo'r. So'rlaringiz boshqacha neapishni chiroyli chiqyapti ekan aka. Xudo xolasa. Xo'p, bu so'rlarimiz endi aka katta kichkina har xil razmerlari bor ekan-a? Bor albatta. Necha puldan necha pulga ketadi so'rlarimiz? So'rlarimiz har xil avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan obunachilar bo'lsa, hop, akam mana YouTube kanalida yangi ekanlar. Xudo xolasa obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shu yerda o'zimiz ishlab chiqaradigan mahsulotlardan tanishtiramiz, hurmatli obunachilar. Bizning manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand Olchin qishlog'i bo'ladi, xudo xolasa. Hop, aka, mana so'rlarning arzoniga kelsak, mana 4 kishiliklari bor mana. Eng arzonlari. Eng arzon, ha. 1.100.000 so'mdan sotib turdik. Bularning soni cheklandi, faqat soni cheklangan. Ilgari o'tgan yilga qo'ygan narsa 950.000 so'mdan qo'yib beryapman shular. 950.000 so'mdan. 1.40 ga 210, 4 kishi o'tirsa bo'ladi. Xon taxtasi alohida 200.000 so'mdan aka. Shunday. Xon taxtasi 200.000. Materiali sasna material. Sasna materiali. Shunday. So'raganlarga. Sasna laklari kisloi bo'lgan-a? Shunday. Xo'p, bularimizga kelsak, endi 210 ga 270 razmerda bo'lgan. Aha. Xo'p. Sasna material bo'ladi, dolanali fasonimiz. Bularimizni narxi 2,5 million so'mgacha bo'lib turadi. Buni 2.200.000 so'mdan vodiy bo'ylab yetkazib beraman. 2.200.000 so'mdan. Narigini ham dastavkasi bor, aytmay ketibman. Vodiy bo'ylab dastavka ichida qolgan yerlarga bunga 300.000 qo'shiladi, bunga 500.000 qo'shiladi. Bunga qo'shiladi. Ya'ni tog'dag'iga o'tadigan bo'lsa 500.000 o'ttirasiga qo'shilib qoladi. Kelishilgan. Agarda mashinasi o'zida bo'ladigan bo'lsa, o'sha narx topib ketaveradi. Mana shunday. Bunisi 240 ga 290 razmer, 2,5 ga 3 deymiz. Dolanali, chuqur soyoz gulli fason, oyog'i yong'oq bo'ladi. Oyog'i yong'oq. Sasna, ha, shunday. Bunimiz narxi necha? Bunimiz narxi vodiy bo'ylab dastavka ichida 3.800.000 so'm qilib beramiz. 3.800.000 so'm. Qolgan yerlarga 500.000 so'm qo'shiladi. Dastavkasiga hisob kitobini olib olishaveradi aka. Albatta, misol, tomoshabinlarni kuttirmagan holatda hammani ham ishi hozir juda ham zaril. Bunisiga o'tsak, 2,5 razmer, dilali fason, chuqur soyoz gulligimiz. Narxi 4.200.000 so'm, oyog'ida baloni ham bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi, ustanovkasi ichida yetkazib berish. Dastavka ustanovkasi ham bor. Ichida, ha. Xon taxta deganlarga aka, mana xon taxtamiz 400.000 so'm, narigi xon taxtamiz 200.000 so'm. Mana bu 200.000 so'm. Ha. Farqi faqat naqshida ekan. Naqshida, ha. Naqshida farqi bor ekan. Shunaqa. Ular ham laklangan ekan. Shunaqa. Hop, endi bularimizga kelsak, so'rimizni narxini aytmadingiz mana. 4.200.000 so'm aytdim, vodiy bo'ylab ichida dastavkasi. Bunisi tozalab gulli so'rimiz, juda ham hashamdor, bejirim chiqqan o'zi ham. Hop, dilali fasonimiz. Narxi 4.800.000 so'm. 4.800.000 so'm. 4.800.000. Oyoqlari yong'oqmi? Kimdirlar aka menga telefon qilib, hali so'rini mashina 3,5 millionga ham beraman deyapti deyur. To'g'ri berar, kimdir hisob kitobi chiqar, boshqadir, lekin nima desa bo'ladi, bu mahsulotlarda o'ziga yarasha mehnati bor-da aka, misol. O'ziga yarasha Gullari mehnati hammasi bor. qo'l mehnati ekan-a? Ha, shunday aka. Juda ham chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Maza qilib ishlatishadi. Keyingi fasonimiz. Endi bunimiz eng lider bo'lib turgan o'sha trend bo'layotgan so'rimiz, Toy nomli so'rimiz, bemalol ko'rsatishingiz mana, ha. Mana gullari ham qo'lda oqartirib chiqilgan bo'ladi, hashamdor bo'ladi juda ham. Shunday. Mana kraska emas ekan, bo'yoq emas ekan, mana. Bo'yoq emasda, qo'lda oqartirib chiqilgan. O'ziga yarasha mehnati bor buni, misol uchun. Hop, ikkala orqa oyog'i yong'oq, qolgan yeri sasna, razmeri 2,5 ga 3 bo'ladi. 2,5 ga 3. Narx-navosi 15 million so'm qilib beryapmiz shu so'rimni. 15 million so'm. Shunday. Yetkazib berishlari ichida xon taxtasi alohida 800.000 so'm. Ha, bunisi 800.000 so'm. Bu nisbatan kattaroq ekan. Shunaqa. Bu shuni boshqa rasga yetkazdi, nimasi? Shundan narxi bir xil buni. Narxi bir xil, ha.
Shunday. Endi bunimizga keladigan bo'lsak, bunimiz ham o'sha Corona fason. Hozir teva qismlari 5 li yog'ochda bo'lgan, oyog'i stullari yong'oqdan. Shunday dilali bo'lgan. Misol, oldida ham Coronasi bor, ko'rsatib qo'ysangiz. Bunimizni Shunday. Buni xon taxtalari bilan komplekt holatda 8,5 million so'm qilib beramiz. 8,5 million so'm. Shunday. Shunda xon taxtasini zarilbasi 800 ming so'm. Minus qilib yuborishadi. Ha, shunday. Endi bunisi Aturgul fasonimiz aka. Aturgul fasoni. Va Aturgul fasonimiz, bularimiz 6,5 million so'm chiqyapti. 4 ta oyog'i yong'oqli, razmeri 2,5 ga 3 bo'ladi aka. 2,5 ga 3 bo'ladi. Ha, shunday aka. Bular ham boshqacha bo'lgan ekan bular. Endi misol bundan kattaragi kerak deganlarga, misol mana 2,5 ga 3,5 razmer. 2,5 ga 3,5 razmer. Dilali fasonimiz tevasi gladki bo'lgan, yon past tomoni o'yib chiqilgan shunaqa qilib, naqsh qilib. Qani nechchilik nima bo'lgan aka? Bunisi 20 ga 42 likdan chiqqan bo'ladi. 20 ga 40. Past tomoni, teva tomoni 14 ga 42 likdan chiqqan bo'ladi shunaqa. Qo'yil. Bularimiz narxi aka 6,5 million so'm chiqyapti. 6,5 million. Ha, vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida. Bundan ham arzonroqlari bor. 2,5 3,5 razmerda 5 milliondan shu 6,5 milliongacha bor qo'lda. Aloqaga chiqsa, razmer aytishadigan bo'lsa, zakazga ham qilinaveradi. Qilinaveradi, ha. Endi mana buyimiz juda ham gigant so'rimiz. Bu 3 ga 4 razmer. 3 metrga 4 metr razmer, ha. Bitta xona ekanda uy aka. Ha, shunday. Xo'p, bunimiz 3 ga 4 razmer. Mana shu turishi 3 ta xon taxtasi bilan 9 million so'm qilib beraman. Vodiy ichi dastavkasi olib borib o'rnatib berish ichida qolgan viloyatlarga misol 500 ming qo'shiladi. Yetkazib berishimiz mumkin. Bu hali 400 million xon taxtadan ekan. Shunday. Kerak emas deganlar xon taxtani minus qilib yuboradi. Nimaga bunga 3 ta xon taxta qo'yib qo'ydilaring deganlarga, udobniy bu ishlatishga. Misol oshchilik bo'lganda 2 ta xon taxta ishlatadi. Misol uchun. Yana ham 2 kishi 3 kishi bo'lsa bitta xon taxta ishlatadi. Misol. Oladigan bo'lsa farzandlari ham bemalol yugurib o'ynasa bo'laveradi. Ha, yozgi kunda endi misol uchun bolasi ko'plar bo'lsa, bitta xon taxtani menaga qo'yib oladi-da, choyni ichaveradi, menda turg'isi kelmaganlar uxlayveradi misol uchun. Bemalol. Shunaqa. Juda ham zo'r so'ri, xudo. Shu bu sottalarimizga ham o'sha misol tog'da ag'aga oladigan bo'lsa, bunga ham 500 ming qo'shiladi, xolos, unaqa ortiqcha nima, ha, yo'q, xudo xolasi. Bu voha tomonlarga ustanovkalari qana bular o'zlari qilib kelishamiz, ha. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda aloqaga chiqishaveradi. Yana yumshoq mebellar ham bor ekan. Miyahkilar ham bor. Bir 10 xildan ortiq miyahki mebelimiz ham bor. Joyiga sig'maganligi uchun yoymadik. Bunimiz yarim chester modelimiz 230 ga 430 li xon taxtalari bilan komplekt 5,5 million so'm dastavkasi bilan. Mo'shi bo'ladi bular. Ha, mo'shi bo'ladi. Teddy materialli, xullas miyahki sohasida aloqaga chiqishaveradi, ishlarini bitiramiz xullas, xudo xolasa. 3,5 million so'mdan bor, to 8 million so'mgacha. Bunimiz endi divanlarimizga kelsak, bunimiz yog'ochli divanimiz. Bunimiz yog'ochli divanimiz 1 metrga 210 li, machalkasi Faronon 4 li bo'ladi. 4 sm. Chamadoni yo'q buni. Hop, narx-navosi buni 800 ming so'mdan ikkitasini 1 million 600 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. Qolgan yerlarga misol 500 ming bu yoqda qo'shilib qoladi. Shunaqa. Bularimiz. Endi bunimizga kelsak, misol uchun bunaqasi 1.90 ga 2,5 metrli Panda modelimizda 2 kishiligi bu, matrasligi. 2 kishilik. Ha. Matras ham 2 taraflama. 2 taraflamali, ha. Bemalol ko'rsatsangiz bo'laveradi. Ikkalasi ham orqa oldi, bir xil mana. Orqa oldi. Ularda sandiqchalar. Ikkita sandiqchasi bor shunday. Hop. Bunimizda 3 million 200 ming so'mga zakazga tayyorlab berilaveradi. Misol kerak deganlarga zakazga tayyorlangan shunday. Endi bu yog'iga keladigan bo'lsak, ha. Bu yog'ida endi misol Panda modelimiz, shu hamma biladi o'zi, tagi ochiladi, mana 10 sm lik machalka bo'ladi, qalinligi. Razmeri 90 ga 290 ga 230 bittasini razmeri, ikkitasini bitta qilib spanli qilib ham ishlatsa bo'laveradi. Hop, mana bu mo'yshi material, teva pasti, mo'yshi material. Bunisi villu, to'shay sirpanmaydigan yaxshisidan bo'ladi. Bularimizni narxini 1 million 100 dan 2 million 200 mingga vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. 1 million 100 ming. Ha, shunday. Vodiy bo'ylab yetkazib. Qolgan yerlarga bo'lsin, misol uchun 1 million 300 dan boradi. 1 million 300 mingdan boradi, tog'dag'iga. Shunday. 1 million 300 mingdan. 2 million 600 bo'ladi dastavkasi bilan. Ularda ham xudo xolasa o'zlari ishlab chiqarishadi. Shunday.